Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Tomga penalonboz quyish. Где-то bir 150 kvadrat joy. Bu joyimizni kecha quyganmiz. Qatigan bemalol ustida yursa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 10 sm qilib quyapmiz. Tekizligi ham qo'ldan kelgancha tekizlab. Mana bu taraflarni ham. Bu penalonboz, pena blokda g'ishini mahsulot quyiladi. Buni ko'pchilik so'rayapti. Gips bo'ladi, tarkibida semen bo'ladi, suv, shu penasi bo'ladi. Lekin g'ishidaqa yumshoq chiqmaydi. Bunga mana ko'rishingiz mumkin, qattiq qilib quyiladi. Bir qator oyoqni ham ko'rsatish mumkin. Qattiqligi yaxshi, sifatli qilib quyiladi. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar, shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab quyib beramiz. Voha tomonlariga ham chiqib quyilaveradi. Rahmat, sog' bo'lasizlar.